Assalomu alaykum yana bir marta. Men sizlar bilan doktor Dilsora Fozilova Kanadadan ulanyapman. Bugungi konfliktologiya yoki konfliktlar sotsiologiyasi darsimizda iqtisodiy konfliktlar to'g'risida mulohaza yuritamiz, xudo xolasa. Bo'lmasam darsimizni umumiy bir a, umumiy bir overview, ya'ni nima to'g'risida gaplashishimizni eslatib o'tish bilan boshlayman. Demak, bugungi darsimizda jamiyatdagi iqtisodiy konfliktlarni asosiy shakllari, ularni keltirib chiqaradigan ba'zi bir faktorlar to'g'risida gaplashamiz. Demak, resurslarni cheklanganligi va ularni taqsimlashdagi tengsizlik iqtisodiy konfliktlarni eng asosiylaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiy tabaqalanish va sinfiy farqlar yana biri, keyin ishsizlik va iqtisodiy noaniqlik, iqtisodiy konfliktlarni asosida turadi. Keyin iqtisodiy siyosat to'g'risida biroz gaplashamiz. Iqtisodiy siyosat degani nima degani? Iqtisodiyotda davlatning roli yoki davlatda iqtisodiyotning roli qanaqa bo'lishi to'g'risida va shu bilan birga davlat shakllari yoki shakllanishi to'g'risida mulohaza yuritamiz. Va oxirida sizlar bilan ozgina global iqtisodiy integratsiya va raqobat to'g'risida gaplashib o'tamiz. Endi qay darajada bu mavzuni oxirigacha yetib boramiz bilmadim. Juda katta mavzu, lekin imkoniyat qadar harakat qilamiz shu mavzuda fikr almashgani. Demak, agar savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentlar bo'ladigan bo'lsa, qog'ozga yozib borasizlar va oxirida vaqt ajratib, demak, savollarga javob beramiz. Bo'ladimi? Bo'lmasam, birinchi gaplashadigan mavzumiz nima uchun avvalambor iqtisodiy konfliktlarni sotsiologiyada o'rganamiz. Endi biz oldingi darslarimizdan aytyapmizki, agar qaysi sohada insoniyat ishtirok etishi mumkin bo'lsa, bu sotsiologiyani mavzusi deyapmiz. Endi bir xil paytda talabalar so'raydi, bizda o'zimizda ekonomika darslari bor-ku yoki bo'lmasam iqtisodiy siyosat deyapsiz, siyosatshunoslik bor, ekonomika bor, iqtisodiy siyosat bor. Nima uchun endi biz sotsiologiyada o'rganamiz degan bir savol paydo bo'ladi. Demak, sotsiologiya mana shu siyosatshunoslik yoki ekonomika yoki boshqa bir yo'nalishlarda insoniyatni ishtirokini o'rganadigan va mana shu yo'nalishlar yoki mana shu faktorlar insoniyatga, jamiyatga qanaqa ta'sir ko'rsatishini o'rganadigan fan hisoblanadi. Ekonomika birinchi o'rinda, asosiy kuch, asosiy e'tibor iqtisodiyotga qaratilgan bo'ladi va undan jamiyatdagi asosiy biz ko'zlaydigan haligi jamiyatga ta'siri yoki har xil gruppalarga ta'siri, bu to'g'risida iqtisodiyot kamroq fikr yuritadi. Demak, biz sotsiologiyada qaysiki fan odamlarning ishtiroki, qaysiki fanda, qaysiki bir yo'nalishda inson ishtiroki bo'ladigan bo'lsa, jamiyatga ta'siri bo'ladigan bo'lsa, demak, o'rganar ekanmiz. Xo'sh, iqtisodiyotni yo'nalishlari bir qancha dedik. Bir qancha yo'nalishlarida biz tadqiqotlar olib boramiz. Shulardan birinchisi resurslar tengsizligi, ya'ni jamiyatda mavjud bo'lgan boylikni noteng haligi taqsimlanganligi jamiyatda. Biz savol berishimiz mumkin. Xo'p, biz hammamiz inson bo'lib dunyoga kelganmiz. Nima uchun jamiyatdagi resurslar yoki bo'lmasam boylik hammamizga bir xil taqsimlanmaydi degan savolni berishimiz mumkin. Demak, resurslarni noteng taqsimlanishi bu tarixiy jarayonlarda boshlangan va davom etib kelayotgan bir iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Iqtisodiy tengsizlik, shu joyda bir savol bergan bo'lardim sizlarga aytmoqchi. Jamiyatdagi eng noyob resurs nima? Eng noyob, eng kamyob resurs nima? Qaysi resurs ustida eng katta konfliktlar bo'ladi jamiyatda? O'ylab turinglar.
Demak, iqtisodiy tengsizlik va jamiyatda turli guruhlar o'rtasidagi ziddiyatlar mana shu resurslar ustida konfliktlardan yoki mana shu resurslarni talash qilishdan kelib chiqadi. Endi aytishinglar mumkin, bu yerda biz resurslarni qanaqa talosh qilishimiz mumkin? Resurslar hammasi qonun qoidali qilib jamiyatni turli qatlamlarida o'zlashtiriladi. Biz faqat o'zimizni kichkinagina bo'lagimizda xuddi qushga o'xshab terib yuramiz, ishlaymiz, topamiz, oilamizga xarajat qilamiz deyishinglar mumkin. Lekin buni orqasida juda katta jamiyat, ijtimoiy va iqtisodiy proseslar turgan bo'ladi. O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar va kambag'allikka qarshi kurash qanaqa ketyapti degan bir savol paydo bo'ladi. Avvalambor shu joyida bir narsani aytib o'tmoqchi edim. O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar va kambag'allikka qarshi kurash yaxshi yo'lga qo'yilishi uchun avvalambor jamiyatni kategoriyalarga ajratib olishimiz kerak. Ya'ni kim kambag'al kim? Qanaqa qilib bu guruhni biz kambag'al deb aytamiz? Mana misol uchun g'arb davlatlarida aynan men yashayotgan davlatda odamlarni qancha kirimi borligi u davlatga har yilni oxirida ko'rsatiladi. Har bitta fuqaro o'zini kirimini davlatga bildiradi. Ya'ni agar kirimi ma'lum bir miqdordan kam bo'ladigan bo'lsa, davlat unga pul to'laydi. Agar kirimi ma'lum bir miqdordan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bular davlatga pul to'laydi. Ya'ni boylardan olib kambag'allarga beradigan sistema yo'lga qo'yilgan. Xo'sh, O'zbekistonda insonlarni kirimi qanchaligini qanday qilib bilamiz degan bir savol turadi. Har doim biz har bitta faktga yoki har bitta shu informatsiyaga duch kelganimizda uni savolga tutishimiz kerak. Boylik va resurslarni taqsimlanishi. Endi agar biz o'sha tengsizlik xaritasiga qaraydigan bo'lsak, oldin ham aytgan edimki, ma'lum bir joyda haligi mana shu tekis turgan chiziq agar 0 deb qaraydigan bo'lsak, undan pastroqdan boshlanadi. 5-10% pastroqdan boshlanadi. Keyin sekin chiqib, sekin ko'tarilib borib, oxiriga borganda oxirgi 10% birdan yuqoriga tushib pastga tushadi. Chunki 10% aholi jamiyatdagi 90% boylikka ega deb aytgan edik. Demak, mana shu 10% aholi 90% boylikka yoki 80% boylikka ega bo'lishi va qolgan qatlamni bor yo'g'i 10% ga ega bo'lishi jamiyatda juda katta tengsizlikni keltirib chiqaradi degan edik. Bugungi darsimizda aynan mana shuni sabablariga biroz kirib boramiz. Shu bilan birga, agar biz O'zbekiston misolida ko'radigan bo'lsak, qishloqlar bilan katta shaharlarning o'rtasida juda katta farq bor. Qishloqlarda yashayotgan aholini yashash tarzi bilan shaharlarda yashayotgan aholini yashash tarzi o'rtasida juda katta farq bor. Demak, bu tortish kuchlarini va itarish kuchlarini keltirib chiqaradi. Biz mana jamiyatni o'rganayotgan paytimizda shaharlarga tortib keladigan kuchlar nima degan savolni tashlaydigan bo'lsak, shaharga universitetlarning shahardaligi, yashash sharoitlarini bir qancha yaxshiligi yoki ish joylarining mavjudligi, transportni ancha qulayligi va shu bilan birga demak shaharlarda imkoniyatlarni ko'pligi va har xil imkoniyatlarni ko'pligi qishloqdan insonlarni tortib kelib boshlaydi yoki viloyatlardan tortib kelib boshlaydi. Bu tortishish kuchi deyiladi. Keyin qishloqlardan itaruvchi kuchlar mavjud. Ayni qishloqda yashaganlar bilishi mumkin. Gaz bo'lmasligi, yashash sharoitlarining yaxshi bo'lmasligi, ish joylarining mavjud bo'lmasligi, transportning yaxshi bo'lmasligi, shunga o'xshagan juda ko'p itarish kuchlari yoki itarish faktorlari qishloq tomonida mavjud bo'ladi. Demak, mana shu birgina 3-4 ta misolni o'zida jamiyatda tengsizlikni keltirib chiqaradigan iqtisodiy faktorlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Shu bilan birga bugungi darsimizda biroz iqtisodiy migratsiya va sotsial konfliktlar to'g'risida gapiramiz. Kim O'zbekistondan chiqib yoki biror davlatdan chiqib
boshqa bir davlatga borish imkoniyatini topadi. Va boshqa bir davlatga borganda ular qanaqa qilib o'sha davlatni iqtisodiy sferasiga kiradi yoki bo'lmasam u yerda pul ishlab topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va kimlar shunaqa huquqdan mahrum? Ya'ni uning uchun ham sizda ma'lum bir hujjatlar bo'lishi kerak. Undan keyin chiqishingiz uchun qanaqadir bir ijtimoiy kapital, ya'ni ijtimoiy, ya'ni boshqalar bilan bog'langan joylaringiz yoki nima deydi hali? İjtimoiy kapital deganda biz networkni tushunamiz. Ya'ni agar misol uchun siz Polshaga borib yoki Germaniyaga borib ishlamoqchi bo'lsangiz, avvalambor sizga ijtimoiy kapital kerak. Ijtimoiy kapital deganda o'sha networklarni tushunamiz. Ikkinchisi tilni biroz bilish kerak. Uchinchisi dokumentlaringiz, hujjatlaringiz tayyor bo'lishi. Shu bilan birga yoningizda pulingiz bo'lishi kerak. Demak, mana shu jihatlardan tayyor bo'lmagan inson chetga chiqib migratsiya bo'lib borib ishlab pul olib kelish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Demak, bu ham ba'zi bir guruhlar o'rtasidagi tengsizlikni kuchaytirishga haligi kuchayishiga imkon yaratar ekan. Endi agar biz sinfiy tabaqalanish va sinfiy farqli to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu yerda bitta rasm qo'ydim. Ikkita eng ekstrem joydagi ikkita sinf vakillarini, bittasi o'zini shaxsiy samolyotida ketyapti, ikkinchisi vayrona bo'lgan joyda haligi ozgina oziq-ovqatmi, nimalarnidir olib, o'sha vayrona kulbaga qarab ketayotgan holatlarini ko'ramiz. Xo'sh, ijtimoiy tabaqalanish nimalar ta'sirida rivojlanadi? Qanaqa konfliktlar ta'sirida rivojlanadi? Qachonki biz ikki guruh o'rtasidagi farqlarni kuchayib borayotganligini ko'rsak, demak bu ijtimoiy konfliktlarni natijasi bo'ladi. Jamiyatdagi iqtisodiy tengsizlik va tabaqalanish juda ko'p holatlarda tarixan mavjud bo'lgan sistemalarni yoki strukturalarni ta'sirida bo'ladi. Mana biz ijtimoiy jihatdan agar bir tarixga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, qaysi guruhlar har doim eng ko'p qudratga ega bo'lgan guruhlar hisoblanadi. O'tgan darslarimizda biz 3 ta asosiy guruh to'g'risida gaplashdik. Siyosiy guruh, siyosiy elita dedik, iqtisodiy elita dedik. Ya'ni puldorlar yoki boylik egalari har doim bizneslar qilgan yoki ko'proq boyligini oshirishga imkoniyat topgan va uchinchisi harbiy elita deb aytdik. Demak, bu elita har doim o'z-o'zini yaratadi. Ya'ni shu 3 ta guruhni vakillari har doim o'zidan keyingi kelayotgan avlodlarni o'zini o'rniga tayyorlab boradi va jamiyatda mobilizatsiya unchalik kuchli bo'lmaydi. Ba'zi bir davlatlarda mobilizatsiya kuchliroq. Ya'ni kambag'al joydan turib o'sish, bilim olish, ayniqsa mana biz ta'lim sohasini ijtimoiy mobilizatsiyaga ta'sir ko'rsatadigan eng katta struktura deb bilamiz. Dunyoda hali birinchi o'rnini boshqa biror bir ijtimoiy haligiga bergani yo'q. Ijtimoiy institutga bergani yo'q. Ta'lim hozir ham, bugun ham ijtimoiy o'sishda birinchi o'rinda turadigan faktor hisoblanadi. Ya'ni kambag'alli bolasi borib o'qish orqasidan yoki undan keyingisi biznes bo'ladigan bo'lsa, shuni orqasidan oilasini ko'tarish va o'ta kambag'al sinfdan o'rta sinfga, o'rta sinfdan boy sinfga ko'tarish imkoniyatiga ega. Bu haligi mobilizatsiya ayniqsa ba'zi bir davlatlarda kuchliroq. Mana Kanadada imkoniyati bor. Shunga imkoniyatlar yaratilgan. Men shaxsan o'zimdan oladigan bo'lsam, o'zim Kanadaga kelgan paytimda ingliz tilini gapirmasdim. Hech bir so'm ham cho'ntagimda $100 pulim bor edi. Buni har doim aytaman hammaga. Va meni biror kishini tanimasdim Kanadada. Demak, bu yerda iqtisodiy kapital yo'q hisobi. Ijtimoiy kapital, ya'ni davlat tilini bilish, madaniy kapital yo'q. Tilni bilmayman, jamiyatdagi o'sha mavjud madaniyatni, asosiy madaniyatni bilmayman
yoki biror bir tanishim yo'q. Hammasi menda nolga yaqin edi. Demak, o'sha joydan turib harakat bilan o'sish imkoniyati bor. Shu ishni O'zbekistonda qilib bilardimmi degan savol bir xil paytda o'ylantirib qo'yadi mani. Demak, sinfiy tafovutlarni kuchayish sabablari bir nechta va hozir bu to'g'risida ancha gaplashamiz. Va sizlar bilan bugun yana bir narsa kapitalizm va neoliberalizm to'g'risida gaplashamiz va urushlar va notinchlik mana shu ijtimoiy tabaqalanishga ta'sir ko'rsatishi to'g'risida gapirib o'tamiz. Birinchi sizlar bilan gaplashadigan mavzumiz ishsizlik va iqtisodiy noaniqlik. Bu nima degani? Demak, bizda ish bo'lmasa, biz ishlab pul topa olmaymiz. Agar bizda jamiyatda ish kam bo'lsa, biz ishlab pul topa olmaymiz. Va buni natijasida nima bo'ladi? Jamiyatdagi insonlar jamiyatdan chiqib ketish holatlari, imkoniyat topganlar jamiyatdan chiqib ketish holatlari paydo bo'ladi. Ishsizlik va iqtisodiy noaniqlik jamiyatda kuchli ijtimoiy konfliktlarni keltirib chiqaradi. Agar biz ishsiz bo'ladigan bo'lsak, oilamizni ta'minlab bilmasak, agar biz universitet diplomimiz bo'lsa ham yoki boshqa bir ijtimoiy kapitallarimiz bo'lsa ham, agar biz ish topib oilamizni ta'minlab bilmasak, jamiyatda biror narsa biz uchun ishlamayotgan bo'ladi. Boshqa hamma sistemalar o'z-o'zidan o'zini kuchini biz uchun yo'qotib boshlaydi. Iqtisodiy noaniqlik degani nima degani? Agar bizni jamiyatimiz qaysi yo'nalishdan ketayotganligini bilmasak, haligi esimda 91-yillarda o'sha haligi bo'lgan paytlarda erkinlikka Sovet ittifoqi qulagandan keyin biz mustaqil davlat bo'lib ajralib chiqdik. O'sha paytda iqtisodiy noaniqlik vujudga keldi. Qanaqa vujudga keldi? Chunki o'sha paytda Sovet ittifoqida iqtisodiy zanjir yaratilgan edi. Ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan paxta va boshqa xom ashyo boshqa Rossiyadagi yoki boshqa haligi davlatlardagi 15 ta respublikadan biriga yuborilardi, u yerda qayta ishlanardi, u yerdan boshqa joyga yuborilardi, u yerda boshqa bir nimalardir ishlab chiqarilardi va bizga tayyor mahsulotlar kelardi. Bizning vazifamiz faqat xom ashyo bazasi bo'lib berish edi. Mana shu iqtisodiy zanjir uzilgandan keyin jamiyatda juda katta noaniqlik boshlandi. Kim nima qilishni bilmaydi, bizda bor mahsulotlarni sotish, xom ashyoni sotish imkoniyatimiz yo'q. O'sha paytda bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni boshqa joylardan olib kelish imkoniyatlari yo'q. Biz o'zimizning mahsulotlarimizni jahon bozoriga chiqara olmaymiz. Juda bir qiyin bir holatlarni O'zbekiston boshidan o'tkazgan. O'sha paytlarda O'zbekistondagi juda ko'pchilik ishchi kuchi O'zbekistondan chiqib ketib, haligi Sovet ittifoqini, oldingi Sovet ittifoqini boshqa davlatlarida ishlashni boshlagan edi. Juda ko'pchilik Rossiyaga borib, o'sha joyda haligi illegal emas, Rossiya bilan O'zbekiston keyinchalik kontraktlar tuzgan, boshida kontrakt bo'lmagan, shundoq borib stol tagidan maosh olib ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan. Va mana shu O'zbekistonga keladigan remittance, ya'ni juda ko'p miqdordagi pulni yaratib bergan bir sistemaga aylangan edi. Lekin bitta joyga e'tibor berishimiz kerak. Agar bizni xalqimiz yoki biror bir davlatni xalqi boshqa bir davlatga borib shunaqa ishlaydigan bo'lsa va ularda qonuniy ishlash imtiyozi bo'lmasa, ular o'sha ma'lum bir hujjatlarga ega bo'lmasa, demak ularni inson huquqlari ta'minlanmagan bo'ladi. Ya'ni ularga kasal bo'lib qolsa kasalxonalar yordam bermaydi, ularni biror bir sudga ishi tushadigan bo'lsa qaramaydi yoki kimdir yo'qolib qoladigan bo'lsa, ularni militsiyasi chiqib borib o'shani izlab topishga harakat qilmaydi. Bu degani biz ikkita davlat o'rtasida shartnomalarni tuzmasak va mana shu imkoniyatlarni yaratmasak, bizni boshqa joyga borib ishlayotgan
insonlarimizda yoki jamiyatimizni mana shu fuqarolarida mana shu inson huquqlari ta'minlanmagan bo'ladi. Ishsizlik bu jamiyatdagi eng og'ir masala. Chunki ishsizlik bo'lgan joyda juda ko'p holatlarda e, jamiyatda depressiya bo'ladi, ishsizlikdan kambag'al aholi har xil ishlarni qilib boshlaydi. Bir tomondan qaraydigan bo'lsak, kichkina bir korxonalarni yaratib, qaysidir bizneslarni yaratib, kun ko'rishga yoki haligi o'zini boqishga harakat qilishlar boshlansa, ikkinchi tarafdan haligi boylar va kambag'allar o'rtasidagi demak farqni kuchaytirib yuboradi. Xo'sh, iqtisodiy siyosat nima degani? Nima uchun iqtisod bilan siyosatni biz konfliktlarni o'rganishda birga olib kelyapmiz? Iqtisodiy siyosat bu bir so'z bilan aytganda iqtisodchi jamiyatdagi eng iqtisodni tushunadigan insonlar davlat rahbarlariga yoki bo'lmasam siyosiy arboblarga iqtisodni qanaqa qilib yo'naltirish to'g'risida o'zini maslahatini berishini biz iqtisodiy siyosat deymiz. Ya'ni bu insonlar davlat rahbarlariga yoki bo'lmasam o'sha siyosiy kuchlarga yo'l yo'riq ko'rsatib beradi. Qolgan ishlarni davlat siyosati olib boradi. Bu yerda siyosiy guruhlar har xil yo'nalishlarda bo'lishi mumkin. Mana misol uchun agar biz e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, sotsializm bilan kapitalizmni o'rtasida juda katta farq bor. Farq nima? Farqlardan bittasi shuki, sotsializmda haligi markazlashgan davlat bo'ladi, to'g'rimi? Markazlashgan davlat siyosati va iqtisodiyoti bo'ladi. Demak, hamma narsa o'sha markazda demak hal qilinadi. Har bitta iqtisodiy qaror markazda hal qilinadi. Bu degani, ya'ni jamiyatdagi kambag'alroq aholini ushlab turish uchun yoki ularni ta'minlab turish uchun ma'lum bir programmalar juda ko'p rivojlangan bo'ladi. Ta'lim sistemasi haligi tekin bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam sog'liqni saqlash sistemasi tekin bo'lishi mumkin. Bular sotsializmni asosiy elementlari hisoblanadi. Kapitalizmni asosiy elementlari boshqacha. Kapitalizm davlatni markazlashgan haligi boshqaruvini yo'qlamaydi. Ya'ni markazlashgan boshqaruv jamiyatdagi iqtisodiyot uchun yaxshi emas deb aytadi. Qanchalik davlatni roli iqtisodiyotda kamroq bo'lsa, kapitalizm uchun shunchalik yaxshiroq. Kapitalizm nimaga asoslangan degan savolni beradigan bo'lsak, kapitalizm kapitalga asoslangan. Kapital deganda biz o'sha foydani tushunamiz. Kapital deganda biz effektivlikni oshirishni tushunamiz. Qanchalik biz effektivlikni oshirsak va ko'proq foyda ko'rsak, kapitalizm uchun shunchalik yaxshi bo'ladi. Demak, iqtisodiy siyosat deganda biz davlat tomonidan olinadigan soliqlar yoki bo'lmasam odamlarga beradigan subsidiyalar yoki ijtimoiy yordam dasturlari, mehnat qonunchiligi, shu bilan birga ishchi huquqlariga oid har xil qoidalarni belgilash, turli ijtimoiy guruhlarni manfaatlarini qo'llab-quvvatlash yoki cheklash orqali ijtimoiy konfliktlarga sabab bo'lishi mumkin. Davlat jamiyatda qonun ishlab chiqaradi. Bu qonun iqtisodiy qonunda ham shu qonunlarning ichiga kiradi. Agar biz tarixga agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, o'tgan darslarimizda ham bir necha marta aytib o'tdim. Mana shu C. Wright Mills'ni kuch elitasi kitobida aytadiki, mana shu 3 ta qudrat elitasi bor va mana shu 3 ta qudrat elitasi qonunlarni chiqarayotgan paytida o'zini intereslarini birinchi o'ringa qo'yadi deydi. Ya'ni o'zini intereslarini birinchi o'ringa qo'yib, o'zini kambag'allashmasligi uchun, o'zini o'sha qudratga ega bo'lib turaverishi uchun imkoniyatlarni yaratadi. Mana shu soliqlarni to'lanishi yoki odamlar tomonidan to'lanishi, biz juda ko'p agar e'tibor beradigan bo'lsak, kambag'al insonlar juda ko'p soliq to'laydi. Shunga e'tibor berganmizmi? Kambag'al, zo'rg'a o'zini eplaydigan odamlar juda ko'p soliqlar to'laydi. Juda ko'p davlatlarda shunaqa.
Mana o'tgan yillarda agar yangiliklarga e'tibor bergan bo'lsangiz, Donald Trampni bir necha yillab o'sha haligi soliqlarini to'lamaganligi to'g'risida ma'lum bir haligi yangiliklar chiqib ketdi. Albatta endi qudrat insonlari bilan sekin yopib yuboradi. Lekin mana shunaqa masalalar ba'zi bir holatlarda haligi ko'tarilib qoladi. Iqtisodiy siyosat va qayta taqsimlash. Iqtisodiy siyosat qaysidir ma'noda davlatni mulkini qayta taqsimot qilish deb tushunish ham mumkin. Ya'ni davlat mana shu davlat chegarasida bo'lgan hamma xom ashyolar, hamma ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, hamma chetga sotilayotgan mahsulotlar, ulardan ko'rilayotgan foydalarni olib kelib turib, davlat shu davlat ichidagi fuqarolarni o'sha xizmatlarini qilib berishga, yo'llarni ta'mirlash kerak, misol uchun transportlarni yo'lga qo'yish kerak, ijtimoiy institutlarni, ta'lim sistemasini yoki bo'lmasam tibbiy sistemani, tibbiyot sistemasini yoki qonun sistemasini yoki davlat sistemasini hammasini o'sha kelib chiqayotgan, kelayotgan foydadan to'lash kerak va shu bilan birga kambag'allar uchun programmalar yaratib berish kerak. Endi iqtisodiy siyosatni asosiy 3 ta yo'nalishga e'tibor beradigan bo'lsak, iqtisodiy siyosat deganda biz bitta kursni tushunishimiz mumkin. Lekin mana shuni 3 ta asosiy yo'nalishlaridan ba'zilari davlat va bozor munosabatlarini uyg'unligini yaratish. Birinchisi, ikkinchisi boylik va kuchlarni taqsimlanishi, uchinchisi global jarayonlarni ichki siyosatga ta'siri. Demak, agar biz birinchisiga e'tibor beradigan bo'lsak, davlat va bozor munosabatlarining uyg'unligi. Bu nima degani? Siyosiy iqtisodda, demak, siyosiy iqtisodiyotda iqtisodiy resurslar bozor orqali taqsimlanadi. Lekin davlat ham tartibga solish, infratuzilma yaratish, davlat va adolat va barqarorlikni ta'minlashda rol o'ynaydi, deyapmiz. Agar biz bozor sistemasi, mana o'sha mustaqillikdan keyin bozor sistemasiga o'tdik deydigan bo'lsak, bu qanaqa sistema edi? Biz toki mustaqil bo'lganimizcha sovet davrida yashadik va bu kommunist yoki sotsializm asosida, sistemasi asosida qurilgan siyosiy va iqtisodiy institut edi yoki ideologiya edi. Biz bozor iqtisodiga o'tganimizdan keyin nimasi bozor iqtisodi deydigan bo'lsak, demak, sizlar Adam Smith degan bir olimni, britaniyalik olimni Ko'rinmas qo'llar kitobini agar mabodo o'qigan bo'lsanglar, eshitgan bo'lsanglar, unda aytadiki, bozorga qanchalik davlatni ta'siri kam bo'lsa, davlat qo'llarini bozordan olsa, bozor o'zini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi deydi. Ya'ni bu degani, agar bozor iqtisodiyotida, agar deylik bitta mahallada 3 ta novvoyxona bo'lsa, 3 ta novvoyxona non pishiryapti. Nonlarimizda har bittasi $5 deylik, $5. Demak, anchagina pul ishlayapti mana shu 3 ta novvoyxona katta mahallada. Bilaylik. Katta mahalla deb bilaylik, mana shu 3 ta novvoyxonani noni yetib-yetmay bu turibdi va har bitta non $5. Keyin buni ko'rgandan keyin yana 3 ta yoki 4 ta novvoyxona ochiladi. Bu degani novvoyxonalarning soni 2 baravardan oshdi, chunki yaxshi pul ishlayapti-da ular. Keyin mana shu novvoyxonalarning soni 6 ta, 7 ta bo'ladigan bo'lsa, demak, nonni narxi tushib ketadi. Nima uchun? Chunki ko'proq mandan kelib non olsin degan novvoyxonalar nonni narxini tushirib yuboradi. Chunki ular nonni sotmasa isrofgarchilik bo'ladi, to'g'rimi? Demak, mana shu nonini o'tkazish uchun narxini tushirib yuboradi. Va natijada mana shu novvoyxonalardan 3 tasi bankrot bo'ladi.
va bankrot bo'lgandan keyin nonni narxi biroz ko'tariladi, demak $4 ga borib yetadi va 3 tani o'rnida 4 ta novvoyxona ishlab boshlaydi. Nonni narxlari ham muvozanatda, nechta non kerak bo'lsa mana shu 4 ta novvoyxona ishlab chiqaryapti. Demak, davlat hech qanaqa ta'sir o'tkazmasdan turib, mana shu bozor sistemasi o'z-o'zini muvozanatga soladi yoki o'z-o'zini kontrol qiladi. Mana shu demak Adam Smith'ni bozorda ko'rinmas qo'llari kitobidagi asosiy argument hisoblanadi. Demak, davlat va bozor munosabatlarini uyg'un bo'lishi davlat o'zini qanchalik bozorga ta'sir o'tkazish imkoniyati yoki bo'lmasam ta'sir kuchi kerakligini u bilish kerak va agar shundan oshib ketsa, bozor iqtisodiyoti bo'lmay qoladi. Kamayib ketsa, asosiy qiyinchilik kambag'al insonlarga borib tushadi. Nima uchun? Chunki davlat o'zidagi kelib tushayotgan foydadan kambag'al insonlarni ta'minlayotgan edi. Ya'ni har xil programmalar yaratayotgan edi. Ma'lum bir kasallarga qanaqadir bir yordamlar bor edi yoki bo'lmasa mana bugun O'zbekistonda magistraturada o'qimoqchi bo'lgan qizlarni pullari to'lab berilyapti. Chunki o'sha gender tengligini kuchaytirish yoki bo'lmasam ayollarimizni ilmli bo'lishi uchun va ular keyingi avlodni ilmli qilib tarbiyalashlari uchun shu narsa muhim deb topilgan. Demak, shuni muhim deb topgani uchun davlat mana shu imtiyozni yaratib qo'ygan. Agar shu imtiyozni yaratib qo'ymasa, ma'lum bir miqdordagi xotin-qizlarimiz yoki haligi ayollarimiz universitetga borib magistraturada o'qib bilish imkoniyatini yo'qotishi mumkin. Demak, davlat va bozor munosabatlari juda muhim masala. Har bitta joyda iqtisod, kuch va siyosiy qarorlar bir-biri bilan haligi mustahkam ravishda ish olib borish kerak. Agar biz ma'lum bir qarorlarni chiqarsak va bozorga bu yordam bermasa, demak, bu yerda biznes qilish qiyinlashib qoladi. Men oldin bir ikkita maqolalar yozganman O'zbekistondagi haligi qarorlarni mustahkamlash, ya'ni tez-tez o'zgartirmaslik to'g'risida bir ikkita maqolalar yozgan edim. Sababi O'zbekistonga investitsiya olib kelishga harakat qiladigan ba'zi bir korporatsiyalar yoki bo'lmasam bizneslar davlat ichidagi qarorlarni o'rganadi. Qarorlar stabilniymi? Yoki ular agar o'zini boyligini O'zbekistonga olib kirsa, mana shu boylik himoyalanganmi? Mana shu boylikdan ajralib qolmaydimi? Chunki burjua yoki pul egalari, boylik egalari uchun birinchi masala nima? O'z boyligini himoya qilish. Agar davlat qarorlari stabilniy bo'lsa, davlat qarorlari ularni haq-huquqini ta'minlab bersa, demak bu insonlar O'zbekistonga kirib biznes qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Men shunaqa deganimda bir shu yerda bir argument paydo bo'lib qolgan. Aytishganki, yo'q, aslida mana shu rivojlangan davlatlardan rivojlanayotgan davlatlarga borib ishlayotgan insonlar u qadar qonunlar yaxshi ishlamaydigan joylarda biznes qilishni xohlaydi deyishgan. Nima uchun deb so'raganimda aytishganki, biz agar haligi qarorlar mustahkam joyda agar biznes qilmoqchi bo'lsak, qarorlar mustahkam joyda agar biznes qilmoqchi bo'lsak, bu degani hamma o'sha kompaniyalarda ishlayotgan yoki bo'lmasam ishlab chiqarish joylarida, zavodlarda ishlayotgan insonlarning haq-huquqlari ta'minlanishi kerak. Ba'zi rivojlanayotgan davlatlarda mana shu demak inson huquqlarini yaxshi ta'minlanmaganligi sababli ularga kamroq oylik berish yoki bo'lmasam u qadar yaxshi bo'lmagan ish sharoitlarini yaratish orqali kapitalizm o'zini foydasini kengaytiradi yoki foyda olish imkoniyatini kengaytiradi. Shuning uchun ham qarorlarni u qadar kuchli bo'lmagani yaxshi degan bir haligi paydo bo'lgan edi. Ikkinchisi boylik va kuchlarni taqsimlanishi. Boylik va kuchlar bizda qanaqa taqsimlanadi? Qaysi guruhlar ko'proq iqtisodiy resursga ega bo'lsa, ular siyosiy kuchga ham ega bo'ladi. Yana o'sha qaytib borib Millsning argumentiga boryapmiz. Haligi 3 ta guruh bor dedik, ular bir-birini qo'llab-quvvatlaydi dedik va shu bilan birga ularni bir
qaysi birida boylik ko'proq bo'lsa, qaysi birida imkoniyatlar ko'proq bo'lsa, ularda qudrat yoki davlatga ta'sir o'tkazish qudrati ham kuchliroq bo'ladi. Demak, o'tgan darsimizda bitta narsa to'g'risida gapirib o'tdim. Qudrat aylanasi degan narsa to'g'risida gapirdim. Jamiyatni agar biz aylanalardan iborat deb oladigan bo'lsak, eng markazda turgan aylanada eng qudratli insonlar turadi. Eng qudratli insonlar kim davlat uchun? Agar biz biror bir kichkinaroq davlatni oladigan bo'lsak, mana misol uchun o'sha O'rta Osiyodagi biror bir davlat, Tojikiston yoki Qozog'istonni oladigan bo'lsak, eng qudrat doirasida turgan insonlari kimlar degan savolga, demak, prezident atrofidagi o'sha siyosatni yuritadigan insonlar, demak, siyosiy elita. Shu bilan birga eng boy insonlar, iqtisodiy elita. Shu bilan birga harbiy elita. Chunki davlatni muhofaza qiladigan, mana shu insonlarni boyliklarini himoya qilib beradigan, demak, guruh bu harbiy elita. Va keyin kuchli davlatni turli bo'g'inlarida tarqalib ketadi. Boylik va kuchlarni taqsimlanishi bundoq olganda bir xil yo'nalishda ketgan. Qaysiki markazda, eng asosiy qudrat markazida eng qudratli insonlar degan insonlarimizda eng ko'p boylik ham bo'ladi. Va biz mana shu qudratni taqsimlanishini, mana keyin viloyatlarni yoki boshqa, siz qanaqa deb uni o'ylashingizdan farqi yo'q. Mana davlatda qudrati, demak, asosiy respublika miqyosida, keyin viloyat miqyosida, keyin tuman miqyosida, keyin shahar miqyosida taqsimlangan, to'g'rimi? Demak, qudrat borgan sari bo'g'inlarda taqsimlanib ketadi. Asosiy respublikada har bitta tashkilotni asosiy markaziy qismi bor va undan keyin viloyatlarda, viloyatlardan keyin tumanlarda, tumanlardan keyin shaharlarda, demak, mana shu siyosiy qudrat bo'lanib ketadi. Va iqtisodiy qudrat ham xuddi mana shunaqa, haligi eng yuqoridagilardan pastga qarab bo'lanib ketadi. Bu degani, demak, qaysi insonlarda, qaysi guruhlarda iqtisodiy resurslar ko'p bo'lsa, ularni davlatga va odamlarga ta'sir o'tkazish imkoniyati ham kuchli bo'ladi. Endi bizni hozirgi davrimizda ko'proq biz ijtimoiy mediani to'g'risida ko'proq o'ylayapmizda, aytyapmizki, eng ko'p qudrat mana shu eng katta ijtimoiy media outletlarida yoki bo'lmasam Google qanchalik informatsiyani haligi kontrol qilish imkoniyati bo'lsa, demak, jamiyatni shunchalik kontrol qilish imkoniyatiga ega. Bitta yangilik bo'ladigan bo'lsa, bu aynan mana shu guruhlarni qo'lidan o'tib boshqa xalqqa tarqalishi mumkin edi oldin. Bugungi kunda ijtimoiy media nima qildi? Mana shu qudratni butun xalq ustiga yoyib tashadi. Agar sizda yetarli ta'sir o'tkazish kuchi paydo bo'lsa va o'zingizni bloger sifatida e'lon qilib turib, juda ko'p insonlar sizni tomosha qilib boradigan bo'lsa, demak, sizda ham bugun qudrat bor degani bo'ladi. Qanchalik bizda boshqalarga ta'sir o'tkazish kuchimiz kuchliroq bo'lsa, demak, bizda o'sha qudrat borligidan, demak, bu ko'rinishi hisoblanar ekan. Bu tengsizliklar, tabaqalanish va manfaatlar to'qnashuvi siyosiy iqtisodning asosiy tadqiqot mavzusi hisoblanadi, deyapmiz. Demak, boylikni va kuchlarni taqsimlanishi bugungi kunda sotsiologiyada eng ko'p o'rganilayotgan bir yo'nalish hisoblanadi. Mana shu boylik va kuchlarni taqsimlanishi jamiyatda juda ko'p konfliktlarni keltirib chiqaradi. Nima uchun? Har bittamiz o'zimizni qudratimizga ega bo'lish uchun tinmay harakat qilamiz. Eng kambag'aldan tortib, eng yuqori haligi tabaqadagi insonlargacha. Mana o'sha Stalin davrida, Stalin davri mulohazalari bo'lib qolganda, bir xil paytda gaplashganda, Stalin eng ko'p qudratni yo'qotib qo'yishdan qo'rqardi degan fikr yuradi. Mana shu sababdan ham u hammani kontrol qilishga harakat qildi. Qudratni yo'qotib qo'ymasligi uchun opozitsiyani yo'qotishga harakat qildi. Qudratini yo'qotib qo'ymasligi uchun unga qarshi bo'lgan hamma insonlarni yo'lidan olib tashladi va qudratini yo'qotib qo'ymaslik uchun butun jamiyatni
qattiq ushlashga harakat qildi degan demak argument. Bu argument emas, bu tarix ko'rsatgan demak bayonot hisoblanadi. Demak, bizni har bitta qatlamda mana shu boylik va kuchlarni taqsimlanishi juda katta konfliktlarga sabab bo'lar ekan. Pastroq qatlamlardachi, ularda misol uchun qudrat kamu, ularda qanaqa haligi bu mavzuda qanaqa konflikt bo'lishi mumkin degan savol paydo bo'lishi mumkin. Agar siz biror bir joyga ishga kirmoqchi bo'lsangiz yoki biror bir joyda e, biznes qilmoqchi bo'lsangiz, siz jamiyatdagi har xil institutlar bilan yuzlashasiz. Bitta biznes ochish uchun borib davlatdan ruxsat olasiz, bozordan bir nima olasiz, uni standartlarini, bularni hammasi mana shu konfliktlarni keltirib chiqaradigan va sizda o'sha biznes qilish qobiliyatini haligi yoki imkoniyatini kamaytiradigan ba'zi bir haligi yo'limizdagi to'g'anoqlar hisoblanadi. Bularga ba'zi holatlarda biz konflikt deb qaramaymiz, lekin aslida ijtimoiy jihatdan o'rganilganda bular mana shu ijtimoiy konflikt hisoblanadi. Va uchinchisi, global jarayonlarni ichki siyosatga ta'siri. Bugungi kunda global jarayonlar bizni jamiyatimizdagi har bir qatlamga o'zini ta'sirini o'tkazyapti. Nima uchun? Chunki mana shu globalizatsiya mavzusida o'tgan safargi darsimizda gaplashdik. Demak, globalizatsiya o'sha inson jamiyatlarida bozorni yo'lga qo'yish yoki bo'lmasam bir joydan o'zini mahsulotini olib borib ikkinchi joyga sotish boshlangan paytda boshlangan edi aslida. Mana shu globallashuv uzoq yillar davomida takomillashib turib, bizga yaqin mana internet davri boshlangandan keyin, texnologiyalar davri boshlangandan keyin judayam kuchayib ketdi. Demak, bugungi kunda har bitta davlat o'zini mahsulotlarini jahon bozoriga chiqarish, demak, jahon bozorlarini o'rganish, ularga loyiq mahsulotni yetkazib berish, o'zgarishlar, investitsiyalar, mehnat migratsiyalari, texnologiyalar va milliy iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatuvchi boshqa ba'zi bir kuchlar mana shu global jarayonlarni ichki siyosatga ta'siri bo'lib hisoblanadi. Demak, siyosiy qarorlar, davlat ichida chiqarilayotgan siyosiy qarorlar bu ta'sirni kamaytirishi mumkin yoki kuchaytirishi mumkin ekan. Xo'sh, konflikt nazariyasi nima? Nima uchun iqtisodiy konflikt deganda biz bugun mana konflikt nazariyasini oxiri olib keldik. Biz mana konflikt darslarini boshlaganda konflikt nazariyasi bilan konflikt sotsiologiyasi boshqa narsa deb ko'p gapirdik. Demak, konflikt nazariyasi hammalaringiz bilasizlar, Karl Marks tomonidan ishlab chiqilgan va Karl Marks o'zini konflikt nazariyasida asosiy tarixiy materializmga e'tibor qaratgan edi. Ya'ni tarixiy materializm inson jamiyatlarini boshlanganidan beri bo'lgan jarayonlarni o'rganib turib, bizga aytadiki, agar biz inson tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, hech nimani emas, balki mana shu jamiyatni har xil tabaqalari va har xil guruhlar o'rtasidagi demak konfliktlarni ko'ramiz deb aytadi. Va mana shu Karl Marksni konflikt teoriyasini yoki bo'lmasam nazariyasini ishlab chiqishga turtki bo'lgan asosiy masala jamiyatdagi o'sha sanoatlashuv davridan keyingi o'tish davrini tushunyapmiz-da. O'sha davrda jamiyatda sinflar o'rtasidagi farqlarni kuchayib ketganligi va mana shu tengsizlik va adolat mavzusi birinchi o'ringa chiqqan edi. Sinflar o'rtasidagi iqtisodiy qarama-qarshilik qanaqa mavjud bo'ladi yoki qanaqa tushunish mumkin deganda Karl Marks aytadiki, jamiyatda ozgina qatlam, kichkina qatlam, boy qatlam, ya'ni biz o'sha aytayotgan siyosiy, iqtisodiy, harbiy qatlam 10% deylik yoki 5% aholi, qolgan 90% aholini ishlatib turib boylik yig'adi deydi. Ya'ni qolgan 90% yoki 80% aholi aynan mana shu insonlarni boy qilish uchun
o'z mehnatini sotib ularni boylikka yana ham boylik qo'shilishiga imkoniyat yaratib beradi. Nima uchun? Sababi biz tarixiy proseslarga agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana shu tarixiy proseslarda kapitalizmni kelib chiqishiga imkoniyatlar yaratilgan edi. Ya'ni birinchi insonlar paydo bo'lib jamiyatni qurib boshlagan paytda, u paytda haligi mulk degan narsa bo'lmagan, to'g'rimi? Jamiyatda insonlar mana shu erkin holatda kirib, mana qayerda agar olma ko'rsa, olmani terib kelib, jamiyatiga o'zini kichkina o'sha mahallasiga tarqatib bergan, yoki borib qayerdandir bitta katta haligini hayvonni ovlab kelishsa, shu hammaga tarqatilgan va shu bilan birga ularda na almashinuv, na pul, na mulk degan narsa bo'lmagan. O'sha davrni olimlar ko'pincha eng insonlar o'rtasida tenglik mavjud bo'lgan davr deb qaraydi. Va shundan keyin jamiyatda hech qachon tenglik bo'lmadi. Nima uchun? Chunki o'sha paytdagi insonlar o'zini mulkini yaratishni o'rgandi. Ya'ni agar hech kimga tegishli bo'lmagan bitta yerni topib, o'sha yerni atrofida ozgina haligi nima deydi, rishotka qilib ichiga mehnatini qo'shsa, demak u uni mulkiga aylanib boshladi. Va kallasini ishlatgan insonlar mana shu kattaroq joylarni atrofini o'rab olib ishlashni boshladi va qanchalik mana olma yoki boshqa narsalarni yetishtirib chiqarish yoki sabzavotlarni yetishtirib chiqarish orqali mana shu mahsulotlarni ancha ko'paytirib olgan odamlar yoki hech bo'lmaganda mana shu ishlab agrikulturada yoki dehqonchilikda kerak bo'ladigan qurol aslahalari bo'lgan insonlar ko'proq foyda qilishni boshladi va boshqa bir mahsulotlarga almashinishni boshladi. Va ular puli yo'q bo'lgan yoki pul deyapman, pul u paytda yo'q edi. Mahsuloti yo'q bo'lgan yoki u qadar kirishmagan insonlarga aytadiki, "Sen kelib mana shu yerimda ishlaysan, men mahsulotni bir qismini senga beraman." Va shunaqa qilib biz haligi katta mulk egalari yoki katta haligi yer egalarini yaratib boshladik. Bizda bu narsa primitive accumulation deyiladi, ya'ni dastlabki jamg'arish. Birinchi inson jamiyatida katta yer egalari paydo bo'ldi. Katta yer egalari paydo bo'ldi, insoniyatni, jamiyatni rivojlanishi davom etdi. Shu orada biz pulni yaratdik, shu orada biz qurol aslahani yaratdik, shu orada biz haligi ishlab chiqarishni boshladik. Shu bilan qurol aslahalarni yaratganimizdan keyin ishlarimiz biroz yengillashdi va natijada katta mulk egalari yana ham boyish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mana shu paytda biz o'rgandikki, boylik faqat moddiy resurs emas. Qanchalik ko'proq boyligimiz bo'lsa, boshqalarga ta'sirimiz ham shu qadar ko'proq bo'lar ekan. Ya'ni bu o'sha yer egalari qaradiki, qanchalik yeri ko'proq bo'lsa, qanchalik haligi ishlatadigan qurollari ko'proq bo'lsa, yer chopadigan yoki boshqa qurollari ko'proq bo'lsa va odamlarga ozgina qanaqadir meva, sabzavot yoki qanaqadir mahsulot berib ularni demak ishlatish imkoniyatiga ega bo'lsa, demak ularda qudrat ham ko'proq bo'lar ekan. Demak bu degani ular mana shu insonlarni azob berish yoki bo'lmasam uni mehnatidan foydalanish, ekspluatatsiya qilish, uni urish aytganini qilmasa yoki bo'lmasam uni biror bir narsalarni tortib olib qo'yish holatlarini kuzatib boshladi dunyo. Demak, mana shu paytdan boshlab zo'ravonlik masalasi ko'tarilib boshladi. Qanchalik qudratga ega bo'lsa, demak unda faqat resurslar bor, boy emas, u boshqalar ustidan kontrolni ham o'rnatib boshladi. Va mana shu holat keyinchalik kapitalizmni keltirib chiqardi. Kapitalizm deganda aynan mana shu yer egalari shaharga ko'chib borib, o'zlarini yerlarini endi sotib borib, shaharda borib katta ishlab chiqaruvchi korxonalarni ochdi. Biz bularni o'sha Karl Marks tili bilan aytganda burjuaziya deb aytamiz. Burjuaziya mulk egalari yoki pul egalari. Bular borib ishlab chiqarish haligilarni ochganda bir nechta sabablar bor edi. Avvalambor bularda mulk to'planib qolgan edi. Ikkinchidan o'sha paytda haligi oydinlashuv davrida texnologiya, fan va bir necha haligi hamma sohada o'zgarishlar va muvaffaqiyatlarga erishilayotgan edi.
va natijada biz kapitalizmni keltirib chiqardik. Ya'ni kapitalizmni asosiy maqsadi kam pul berib ko'p foyda olish. Qanchalik kapitalist kam miqdorda pul to'lab boylikni tortib olsa yoki ashyoni arzon narxga sotib olsa, qanchalik kam pul berib boshqalarni mehnatini sotib olsa va ularni o'ziga qaytarib ko'proq pulga sotsa, demak kapitalizm rivojlanadi. Mana shu haligi Karl Marksni demak konflikt teoriyasiga man Weberni ratsionallik demak naqasini ham kiritdim, konsepsiyasini ham kiritdim. Ratsionallik ham kapitalizmni tushuntirib beradigan bir narsa hisoblanadi. Bizda hamma narsa jamiyatda ratsionallashib boshladi. Hamma narsani orqasida fakt yoki bo'lmasam fan, hisob-kitob, kalkulyatsiya turishi kerak edi. Qanchalik mehnat qilsak, qanchalik biz pul to'lashimiz kerak. Bizda o'sha menejerlik sistemasi vujudga kelib boshladi. Biz menejerni boshqaramiz, menejer o'zidan pastdagi 10 ta odamni boshqaradi va u 10 ta odam undan keyingi 100 ta yoki 1000 ta odamni boshqaradi. Ya'ni 10 ta odamga 1000 ta odam bo'llab beriladi. Biz shunaqa bir iyerarxiya yaratdikki, biz tepada turgan odam boyib ketaveradi va mana shu qo'l ostiga kelib tushayotgan boyliklarni mana shu bo'g'inlarda tarqatadi. Bir ozdan bo'g'inlarga tarqatib berib, eng yuqoridagi qatlam ozgina ko'proq pul oladi, undan keyingisi sal kamroq, undan keyingisi asosiy mehnatni qiladigan odamlar juda kam pul oladi. Va shu kapitalizm ratsionallik asosida qurilganligini yana bir ko'rinishi insoniyatni imkoniyatlarini o'rgandi. Ya'ni agar man tinmasdan turib 6 soat gapirsam, ikkita leksiyam bo'lsa, 3 soatlik ikkita leksiyam bo'lsa, 6 soatdan keyin o'sha gaplarimni yo'qotib boshlashim mumkin. Ya'ni ma'lum bir ma'noda kapitalistni nazari bilan qaraganda mani ishlash qobiliyatim pasayadi. Va buni kapitalist xohlamaydi. Shuning uchun ham aytadiki, har bitta darsdan keyin professor 2 soat bo'sh bo'lishi kerak. 2 soat o'qitish umuman mumkin emas professorga. Nima uchun? Chunki u agar 2 soat dam olmasdan turib yana bitta sinfga kirib dars beradigan, leksiya qiladigan bo'lsa, uni miyasi achib ketib qoladi va bizda foyda kamayib ketadi. Ya'ni bizni maqsadimizga yetishdagi to'g'anoq bo'ladi. Shuning uchun ham professor bitta 3 soatlik leksiyasidan keyin 2 soat dam olishi kerak va keyingi leksiyasini 2 soatdan keyin boshlashi mumkin deydi. Bizda boshqa sohalarda ham xuddi mana shunaqa sistema yaratildi. Agar zavodda ishlasangiz yoki fabrikada ishlasangiz, 4 soat ishlaganingizdan keyin 1 soat sizga obed qilgani vaqt ajratadi. Hech qachon sizni obed qilib olib, haligi charchovlaringiz chiqishi uchun emas, sizda unumdorlik kamayib ketishi sababli ham sizga o'sha tanaffusni berishga majbur bo'ladi. Bu ham mana shu ratsionallikni bir ko'rinishi edi. Inson tanasini, inson qobiliyatini, inson imkoniyatini yoki uni miyasini ishlash qobiliyati kalkulyatsiya qilindi yoki hisoblab chiqildi. Va shundan kelib chiqib, uni har xil ishlarga safarbar qilish boshlandi. Endi ko'p holatlarda biz mana kapitalist sistema to'g'risida gapirganimizda bu sistema to'g'risida gapiriladigan gap juda ko'p. Konfliktlarni qayerda ko'ramiz desa, birinchisi sinflar o'rtasidagi farqda ko'ramiz. Ya'ni ishlab chiqaruvchi haligi pul egalari, mol dunyo egalari yoki bo'lmasam ishlab chiqaruvchi zavod fabrikalari bo'lgan insonlar bilan o'zini mehnatini sotib ularni boy qiladigan insonlar o'rtasidagi konfliktlarni ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga mana konflikt nazariyasiga biroz e'tibor berganinglar bo'lsa, bu yerda haligi begonalashuv prosessi bor deb aytadi Karl Marx. Begonalashuv deganda biz shunaqa bir sistema yaratdikki deydi. Bizda inson juda ko'p narsadan begonalashdi. Mana shu sanoatlashuv davrida oldingi haligi traditsional iqtisodiy sistema, ya'ni har bitta oila o'zini qiladigan ishiga ega bo'lgan. Fermer bo'lgan yoki bo'zchi bo'lgan yoki bo'lmasam ipakdan atlas ishlab chiqargan yoki bo'lmasam meva-cheva yetishtirgan har bitta oilani o'zini iqtisodiy sistemasi bo'lgan.
Biz sanoatlashuv davridan keyin hammasini katta-katta korxonalarga o'tkazib yubordik. Karl Marks aytadiki, insonlar avvalambor o'zini oilasidan begonalashdi. Ya'ni ertalab chiqib ketadi, kechqurungacha boshqa insonni qo'lida ishlaydi yoki 8 soat yoki 10 soat boshqa insonni qo'lida ishlaydi. O'zini hayotidan begonalashdi, o'zini yaqinlaridan begonalashdi. U o'zini ustaxonasida ishlamaydi. Demak, u hamma narsadan shu bilan birga ishlab chiqarayotgan mahsulotidan ham begonalashdi deb aytadi. Ya'ni ishlab chiqarayotgan mahsulotidan begonalashdi deganda nimani tushunamiz? Oldin etikdo'z etik tikardi, u tikkan etik hisoblanardi yoki kimdir kamzul tikardi, u faloncha tikkan kamzul deb qaralar edi. Kapitalizm davrida insonlar bitta kompaniyada mana mashina ishlab chiqarishni ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, bitta kichkinagina qismini qilamiz. Tinmasdan bitta rulini deylik, olib mashinaga qo'yamiz, to'g'irlaymiz, ikkinchisiga o'tkazib yuboramiz. Yana boshqa rulni olib mashinaga qo'yamiz, mahkamlaymiz, o'tkazib yuboramiz. Qolgan ishni boshqalar qiladi. Mana shu minglab odamlar bitta mahsulotni ishlab chiqarganligi sababli biz hech qachon mana shu mashinani men yaratdim deb ayta olmaymiz. Demak, bu insonlar o'zini mahsulotidan yoki mehnatini demak rezultidan begonalashdi deb aytadi va bu jamiyatda juda katta depressiyani keltirib chiqaradi deydi. Odamlarning oiladan uzoq bo'lishi, yaqinlaridan uzoq bo'lishi, boshqa insonlar uchun mehnatini sotishi va mana shu ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini mani mahsulotim deb bilmasligi ularda yaratuvchanlik qobiliyatini kamaytirib yuboradi deydi. Bularning hammasi insonni o'zi va jamiyat ishlab chiqaradigan mahsulotlari, demak boshqa o'sha boshqaruvchi kuchlar yoki boy badavlat insonlar o'rtasidagi konfliktlarni bizga tushuntirib berar ekan. Xo'sh, kapitalizm nima degan savolga shu joyda javob berib ketmoqchi edim. Kapitalizm bu iqtisodiy tizim. Demak, unda ishlab chiqarish vositalari, yer, zavod, korxonalar asosan xususiy mulk hisoblanadi. Va iqtisodiy faoliyatning asosiy maqsadi foyda olish hisoblanadi. Demak, kapitalizmni asosiy maqsadi, birinchi maqsadi foyda hisoblanar ekan. Ikkinchisi effektivlik yoki unumdorlik. Bozor erkinligi muhim. Narxlar ishlab chiqarish va savdo talab va taklifga qarab belgilanadi kapitalist sistemada deyapmiz. Agar mana e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu rasmni juda ko'p ko'rgan bo'lsanglar kerak, bu kapitalizm piramidasi deb aytiladi. Kapitalizm piramidasida asosiy mehnat qiladigan aholi eng pastda turgan aholi hisoblanadi. O'sha oldin aytganimizga o'xshab asosiy 70% deymiz-ku. Bular asosiy mehnat qiladigan insonlar hisoblanadi. Keyingi qavatda ko'rib turganimizdek mulk egalari yoki pul egalari, undan tepasida harbiylar, undan keyin haligi ruhoniylar, shunga o'xshagan qatlamlar demak mavjud bo'ladi. Va asosiy mehnatni qiladigan va asosiy jamiyatdagi boylikni yaratadigan qatlam bu siz bilan menga o'xshagan mehnatkash qatlam hisoblanadi kapitalizmda. Biz mana shu eng pastdagi qatlam mana bu tepadagi hamma qatlamni ta'minlaydi, ularni boy qiladi va eng pastda turganligi uchun ham ularga boylikni judayam bir kichkinagina qismi yetib keladi. Asosiy boylik demak mana tepadan qarab pastga oqadi degan ma'noda mana bu demak piramida yaratilgan. Kapitalistik jamiyatlarda raqobat yangilik yaratishga unnaydi. Endi bu hozir neoliberalizm to'g'risida gapirganda ham baribir gapiraman. Kapitalist jamiyatlarda eng katta muhim narsa bu raqobat. Kapitalist jamiyatlarda raqobat qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik texnologiyani rivojlanishi yoki ma'lum bir mahsulotlarni ishlab chiqarish, ma'lum bir xizmatlarni yo'lga qo'yish ham raqobati oshib ketadi. Qaysi joydaki raqobat bo'lsa, u yerda rivojlanish bo'ladi. Mana hattoki o'sha ikkita restoran bo'lsa, ikkita restoranni bittasida yaxshiroq xizmat ko'rsatilayotgan bo'lsa, o'sha joyga ko'proq odamlar borib boshlaydi. Bu degani narigi restoran o'sha
asosiy ishlab haligi foyda qiladigan joyida foydadan mahrum bo'ladi va natijada nima bo'ladi? O'zini xizmatlarini yaxshilash haligi xizmatlarni yaxshilashga majbur bo'lar ekan. Lekin boylik va imkoniyatlar teng bo'lmagan tarzda taqsimlanadi deyapmiz. Endi boylikni taqsimlanishi to'g'risida biroz gaplashib o'tdik sizlar bilan. Kapitalizmda ham, boshqa sistemalarda ham boyliklar hech qachon teng taqsimlanmagan. Buni iloji yo'q. Jamiyatda hech qachon tenglik bo'lish imkoniyati yo'q. Jamiyat demak tengsizlik ustiga qurilgan hisoblanadi. Va strukturalar, jamiyatda yaratilgan strukturalar mana shu demak tengsizlikni davom ettirishda xizmat qiladi. Shu sabab ba'zi guruhlar boylikni to'playdi, boshqalar esa iqtisodiy xavf va qiyinchiliklarga duch keladi deyapmiz. Demak, bular mana katta bitta haligi to'rvada boyligini solib tepada ushlab o'tiraveradi. Eng katta, eng pastdagi qatlamda oddiygina uy-joy uchun yoki bo'lmasam o'sha ma'lum bir ehtiyojlari uchun pul topilmaydi. Shunda Karl Marksga savol beradilar. Aytadilarki, mana shu tepadagi qopdagi pulni hammaga baravar tarqatish kerakmi deganlarida Karl Marks yo'q deydi. Biz unaqa demayapmiz deydi. Jamiyatda har doim tengsizlik bo'ladi va bo'lishi kerak. Busiz jamiyat mavjud bo'lmaydi deydi. Lekin olinayotgan foydani ma'lum bir qismi mehnat qilayotgan xalqqa berilishi kerak deydi. Chunki ular xizmatini evaziga mana ertalab ishga boradi, ishlaydi 8 soat, 10 soat ishlaydi. 8 soat, 10 soat ishlagan paytda u erkin emas. Uni o'sha qullar bilan tenglashtiradi. Aytadiki, agar siz borib boshqa bir insonni qo'lida ishlaydigan bo'lsangiz, 8 soat ishlaydigan bo'lsangiz, 8 soat siz o'sha insonga qaramsiz. O'sha aytgan ishni qilasiz, o'sha ruxsat berganda borib tanaffus qilasiz, o'sha ruxsat bermasa tanaffus qilmaysiz. Bu degani siz erkin emassiz, siz qaramsiz. Demak, eng pastki qavatdagi insonlarning hayoti qaramlikda yoki qullikda o'tib ketayotganligiga tenglashtiradi. Uyiga borganda, mana shu insonlar uyiga borganda deydi. Bular faqat o'zini qayta tiklash uchun harakat qiladi. Ya'ni ovqatlanadi, biroz dam oladi, kirib uxlaydi va natijada o'zini qayta tiklaydi va ertasi kuni yana qaytib ishga borish kerak. Bu ham o'sha ratsionallikni bir ko'rinishi hisoblanadi. Neoliberal iqtisodiy siyosat, neoliberalizm to'g'risida sizlar bilan bir oz gaplashgan edik. Neoliberalizm nima degani? Neoliberalizm keyingi slayddan boshlay qolay. Yana ham keyingisidan balki. Demak, 1947-yilda Hayek boshchiligida Montpelierin jamiyati, demak, o'zbekchada boshqacha aytilar ekan. Montpelierin jamiyati deb o'qilar ekan. Shu jamiyat vujudga keltirildi. Bu jamiyatni asosiy vazifasi nima edi? Demak, mana shu bozor erkinligini ta'minlash, oldingi liberalizmga asoslangan haligi uni yana ham takomillashtiradigan bir sistema yaratish edi va shu bilan birga dunyodagi kambag'allikni tugatishga qaratilgan edi. Demak, bu narsani liberalizmdan nima farqi bor degan savolga liberalizmni ko'p tomonlama kuchaytiradi. Juda ham oldingi liberal qonunlarni, ya'ni davlatning roli kam bo'lishi kerak, bozor iqtisodiyoti o'zini o'zi boshqarish kerak, kichkina davlatlar yaxshiroq deydi. Shu bilan birga haligi davlatlararo tariflarni olib tashlashni yo'lga qo'yish yoki qanaqadir o'rtadagi imkoniyatlarni kuchaytirish. Agar biz bitta davlatdan ikkinchi davlatga olib borib investitsiya qilmoqchi bo'lsak yoki ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsak, mana shu imkoniyatlarni yaratib beradi. Qonun, qoidalar hammasini demak mana shu liberalizm oldinga surgan erkinliklarni va bozor iqtisodiyotini demak yana ham kuchaytirishga xizmat qilar ekan. Shu bilan birga bu
Mont Pelerin Society jamiyati jamiyatdagi dunyodagi hamma intellektual guruhlarni, ya'ni olimlarni, vrachlarni, injenerlarni va boshqa juda kuchli intellektual guruhlarni bir-biri bilan bog'lashga harakat qiladi. Mana shu bog'lash orqali birinchidan jamiyatda innovatsiyani kuchaytirish yoki bo'lmasam jamiyatni rivojlantirish orqali kambag'allikka demak javob topish mumkin deb o'ylagan edi. Neoliberalizm asosiysi xususiylashtirish, erkin bozorlarni yo'lga qo'yish, davlat xarajatlarini tubdan qisqartirishga qaratilgan. Shuning uchun ham neoliberal siyosatda asosiy ishchi kuchlarini demak manfaatlari unchalik ko'zlanmagan. Bugungi kunda jamiyatlarda, ayniqsa mana rivojlangan davlatlarda biz nimani ko'ryapmiz? Asosiy ishlarda ishlaydigan, to'liq stavkada ishlaydigan insonlarda ham qanaqadir bir yordamlar yoki bo'lmasam qaysidir bir ma'noda ishonchli bir ishxonalar kamayib ketdi bugungi kunda. Uni o'rniga qanaqa ishlar paydo bo'ldi? Kontrakt ishlar paydo bo'ldi. Mana sentyabr oyidan may oyigacha demak universitetda dars berasan, agar yana kerak bo'lsang yana biz seni chaqiramiz, bo'lmasa bizni tarkibimizdagi haligi professor emassan degan gapni aytishi mumkin. Ya'ni bu kontrakt ishlarini kuchaytirib yubordi. Yoki bo'lmasam biror bir ishlab chiqarish kompaniyasi menga yanvardan boshlab martgacha mana shu ma'lum bir proyektni qilishim kerak, o'sha paytda menga 100 ta odam kerak, undan keyin menga ular kerak emas. Faqat 3 oyga ishga olaman yoki 4 oyga ishga olaman deyish mumkin. Mana shunaqa ishlar neoliberalizm natijasida kuchayib ketdi. Buni neoliberal siyosatni 1947-yilda ishlab chiqilgan bo'lsa ham, teoriyasi ishlab chiqilgan bo'lsa ham, asosan haligi siyosatga kengaytirilgan yoki siyosatga olib kirgan insonlar bular Reagan bilan Margaret Thatcher bo'ldi. Britaniyada Margaret Thatcher, naqada AQShda Ronald Reagan mana shu siyosatni demak davlat siyosati darajasiga olib chiqdi. Iqtisodiy o'sishga yordam beradi. Har bitta davlatda iqtisodiy o'sishga yordam beradigan qonunlarni ishlab chiqarish juda ko'pchiligi mana neoliberal qonunlar deyiladi. Ya'ni o'sha davlatlar o'rtasidagi tariflarni kamayishi. Mana bugungi kunda Trumpni qilayotgan ishlarini ko'ryapsizlar. Demak, neoliberal siyosatni demak siyosatga qarshi ishlayapti. Davlatlar o'rtasida tariflarni kuchaytirib yuboryapti. Juda ko'p neoliberal siyosatga qarshi ish olib boryapti. Neoliberal siyosat dunyodagi hamma davlatlarda qaysidir ma'noda demak tengroq bir taqsimlanish bo'lishiga harakat qiladi. Ya'ni agar biz O'zbekistonga yoki bo'lmasam Tojikistonga qaysidir rivojlangan davlatlarni, Germaniyani yoki bo'lmasam Angliyani ma'lum bir ishlab chiqaruvchi kompaniyalari kelsa, bizni insonlarimiz o'sha joyda ishlab oylik olishi mumkin, o'zini oilasini yaxshilashi mumkin, o'sha ishlab chiqarilgan mahsulotlar bozorga chiqishi mumkin. Shu bilan qaysidir ma'noda demak jamiyatdagi yashash sharoitlari o'zgarishi mumkin. Lekin bitta narsani esdan chiqarmasligimiz kerakki, qaysidir jamiyatga ishlab chiqaruv korxonalarini olib borib qurayotgan davlatlar bo'lsa, o'sha davlatlarda demak atrof muhitni bulg'anishiga ham olib boradi. Demak, bu konfliktlar bir necha qatlamda demak ko'rilishi kerak. Bitta qatlamda demak bu qaysidir ma'noda ishchi o'rni yaratadi deyish bilan biz cheklanib qolmasligimiz kerak ekan. Demak, neoliberal siyosatda resurslarni taqsimlanishi, boylar va kambag'allar masalasi davom etdi. Bizda juda katta o'rta sinf ishlab chiqarildi. Juda ko'p rivojlangan davlatlarda juda katta o'rta sinf bor va juda 10% yoki undan ham kam bo'lgan juda boy sinf bor va 10% yoki undan ham kam bo'lgan o'ta kambag'al sinf bor. Lekin mana shu boy bilan, juda boylar bilan o'rta sinf o'rtasidagi farq kengaydi. Ya'ni oldin odamlarda
o'rta sinfda ham qaysidir ma'noda eng boy odamlarni deylik 30% yoki 20% boyligi yoki hech bo'lmaganda qayerdadir bir ozgina boyligi taqsimlangan bo'lsa, neoliberal siyosatda bu taqsimlanish juda o'rtasidagi farq kengayib ketdi. Boy odamlar juda boyib ketdi, o'rta sinf ancha kambag'allashdi. Neoliberal siyosatda soliqlar kamaytiriladi. Demak, soliqlar kamaytiriladi deganda biz biznesdagi soliqlarni kamaytirilishi to'g'risida gapiryapmiz. Demak, boylarni to'laydigan soliqlari kamayadi. Ko'proq foyda boylar qo'lida bo'ladi. Xususiylashtirish ko'payadi. Demak, davlat mulkini xususiy kompaniyalar, xususiy shaxslar sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu degani davlatni qaror qabul qilish qudratini kamaytiradi. Ya'ni juda ko'p qaror qabul qilish masalasiga kelganda mana shu boy qatlamni ta'siri juda kuchli bo'ladi. Bu degani davlatni boshqarishda iqtisodiy guruh bevosita ta'sir o'tkazadi degani. Ijtimoiy xizmatlar qisqaradi. Mana oldingi paytlarda pochtalyonlar borib bitta xatlarni olib borib bergan yoki bo'lmasam haligi davlatlar, har bitta davlat o'zini qanaqadir telegraflari yoki bo'lmasam telefon sistemalari mana shunaqalarni yaratib bergan edi. Keyinchalik bu narsalar kerak ham bo'lmay qoldi-yu, lekin mana shu davlat xizmatlari, odamlarga qiladigan xizmatlari soni jihatidan, qanaqadir hajmi jihatidan ancha qisqarib ketdi. Natijada boylar yana ham boyiydi va kambag'allar esa yana ham qashshoqlashadi. Va oxirgi ma'lum sizlarni savollarga aniqani ochishdan oldin iqtisodiy demak holatni bir avloddan keyingi avlodga o'tishi, meros qolishi bu mavzuda ozgina gaplashdik. Ya'ni jamiyatda mobilizatsiya masalasi to'g'risida gapiryapmiz. Mobilizatsiya degani kambag'al qatlamda tug'ilgan farzandlar o'rta qatlamga yoki bo'lmasam boy qatlamga chiqishi mumkinmi degan savol turibdi. Juda ko'p holatlarda kambag'allik o'z-o'zini yaratadi. Ya'ni boylarda bor imkoniyatlar kambag'alda bo'lmaganligi sababli kerak bo'lsa bolasiga repetitor olishi mumkin, eng zo'rlarini, yoki qimmat maktablarga berishi mumkin, boshqa davlatlarga chiqarishi mumkin. Shu bilan birga ular uchun kerakli hamma sharoitlarni yaratib berishi mumkin va natijada o'ziga ishongan ilmli farzandlarni o'stirish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu qatlam o'z-o'zini qayta yaratadi. Shu bilan birga kambag'al qatlam ham o'z-o'zini qayta yaratadi. Mana g'arbga biz e'tibor beradigan bo'lsak, yolg'iz onalar dunyodagi eng kambag'al qatlam hisoblanadi. Nima uchun? Chunki ayollar avvalambor tarixiy proseslarda, tarixiy jarayonlarda erkaklarga nisbatan diskriminatsiya qilingan guruh hisoblanadi. Ya'ni ular erkaklarni $1 $87 87 sent topishi mumkin. Ya'ni erkaklardan kamroq haq oladi. Shu bilan birga u endi yolg'iz ona, u ham bolasiga qarashi kerak, uy joyiga qarashi kerak, ovqat tayyorlashi kerak, borib bozor qilishi kerak va bolalarini yig'lagan paytda, boshqa paytda ularni ovutish kerak. Shu bilan birga yana borib ishlab oilasini ta'minlashi kerak. Va natijada nima bo'ladi? Juda o'zini haligi qilib qo'ygan, yo'qotib qo'ygan ayollar yoki bo'lmasam burnout deyiladi. Ya'ni burnout degani kuyib tugagan degan to'g'ridan to'g'ri tarjimasi kuyib tugagan deyiladi. Ya'ni burnout deganda biz haddan ortiq charchagan insonlarni tushunamiz. Biz mana shu onalarni haddan ortiq charchashga majbur qilayotgan bir sistemani ko'ramiz va natijada bolalariga imkoniyatini kamligi va bolalari mana shu kambag'al holatlarda katta bo'lib turib o'zini qayta haligi yaratishi natijasida mana shu demak yolg'iz onalarni farzandlaridan yana kambag'al oilalar kelib chiqishini kuzatilyapti va tadqiqot ko'rsatadi. Demak, bu ham mana shu iqtisodiy masalalardagi jamiyatdagi konfliktlarni demak ko'rsatib berishga imkoniyat berar ekan.
Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan iqtisodiy masalalarda konfliktlar mavzusida bir oz fikrlashdik. Biz asosiy iqtisodiyot deganda nimani tushunamiz? Iqtisodiy siyosat deganda nimani tushunamiz? Shu bilan birga davlat sistemalari, har xil siyosiy sistemalarni mavjud bo'lishi, mana misol uchun sotsializmni mavjud bo'lishi, kapitalizmni mavjud bo'lishi, jamiyatda har xil siyosiy qonun qoidalarni yaratilishi va siyosiy strukturalarni yaratilishiga sabab bo'lishi to'g'risida gaplashdik. Va shu bilan birga kapitalizmda bo'ladigan asosiy iqtisodiy konfliktlar, sotsializmda bo'ladigan iqtisodiy konfliktlar va bugungi kunda mana shu neoliberal jamiyatlarda bo'ladigan asosiy iqtisodiy konfliktlar to'g'risida bir oz mulohaza yuritdik. Vaqtimiz ham juda kam qoldi. Men hozir darsni tugatib, agar savolinglar bo'lsa, javob beraman.